Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Lexus IS 250 haqiqiy amerikanka akalar. Mashinamiz 2005-yil ishlab chiqarilgan, probegi 239 ming kilometr bosib o'tgan, 2.5 Fomatic, ya'ni 4 ta ballon tortadi. Shahar ichida 10 tadan 12 tagacha benzin rasxod qiladi, dalinligi 6 ta 7 tagacha tushadi. Yaponskiy kачество, babrga yaponskiy kачествоda. Narxi $10,999 akalar, ya'ni $11,000. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'ramiz. Mana qaranglar, oldilari restyling qilib qo'yilgan, ya'ni oldi farani ichlari ham qop-qora qilib qo'yilgan, restyling bamper turibdi. Xo'p, Lexus o'zini original diskasi turibdi, kovni. Juda ham chiroyli, shahar ichiga Gentra'ning o'rniga самый разный, okalar, polniy karbonoviy nakladkalarda turibdi, lyuklari bor. Faqat lyukimizning knopkasi sinib qolgan ekan, o'shani to'g'irlatib yuborishinglar kerak bo'ladi. Mashinamizning orqa rakursini bitta ko'ramiz. Orqasi ham restyling bamper qo'yilgan, двойной выхлопной sistema va diodli faralargacha qo'yib qo'yilgan, orqa kameralari ham bor. Okeylar, interyerini bitta ko'ramiz. Interyeri ham skromniy. Ujunli sidenya, oldi sidenalarimizda perforatsiya mavjud, sababi oldi sidenamizda abagrev ham bor, abduf ham bor. Avtomat korobka, changer, 6 ta disk o'qiydigan magnitofoni, Android monitor qo'yib qo'yilgan, multifunksiyonal rul, cruise control, stiklopodъемniklar, bakkovilarni boshqaradigan rejimlar, detskiy rejimlar, hattoki lyuklari ham bor aytib o'tganimdek. Polniy elektropaket sidenyalari ham. Okalar, narxini eshitdinglar, narxi $10,999. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Lexus IS 250 Fomatic haqiqiy amerikanka. Internetda bu mashinaning narxi $13,000, $14,000. Bizanikining narxi $10,999.